Xitoydan kelgan tovarlarni raspakovka qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men уже 1 yildan beri Xitoydan tovarlar zakaz qilaman va o'zimning kichkina bo'lsa ham biznesimga egaman. Men bu videoda sizlarga bu safargi kelgan tovarlarimni obzorini qilib bermoqchiman. Bizda birinchi bo'lib shunaqa iPhone'ga MagSafe cho'xon zakaz qilgandik. Umuman ko'rib turganingizdek zarar yetmasdan qo'limizga yetib kelgan. Unchalik qattiq emas, o'ta yumshoq emas, juda ham zo'r, puliga arziydigan cho'xon. Va ikkinchisida bizga mana shunaqa Moskva krossovka, buni ukamga zakaz qilgandik va o'zi ham ko'rib juda ham xursand bo'ldi. Nimaga desanglar, ko'rib turganlaridek o'zini puliga 1000% arziydi. Kachествоsi juda ham zo'r, moshniy, poduje ham juda qattiq emas, yumshoq emas, ko'rinishdan juda ham chiroyli va chidamli, puliga zo'r arziydigan va chiroyli krossovka. Bizda keyingisi shunaqa shim zakaz qilgan edik. Ukamning bo'yi juda ham baland bo'lgani uchun kattaroq razmerda buyurtma bergandik, lekin o'zining razmeriga mos holda keldi. O'zi ham juda ham xursand bo'ldi. Biror bir chokida xatoligi ham yo'q, ko'rinishdan juda ham chiroyli. Shunaqa tovarlarni raspakovkasini meni kanalimda ko'proq ko'rmoqchi bo'lsanglar, menga obuna bo'linglar. Hammaga xayr.